Yo, bu yer qayer? Men qayerga kelib qoldim? Qanaqangi planeta bu? Meni planetam qayerda qoldi? Mayli, hozir bu yerni o'rganib chiqay. Bu yerda nima bor ekan, yashab qolsam bo'lar ekanmi bilmadim. Qayerga borishni ham bilmayapman. Juda ham g'alati joylar ekan. Obbo. Shkino juda ham menga yoqadi. Aynan qiziqarli joyga kelganda doim tugab qolaveradi, mayli. Keyinroq ko'raman qanaqadir g'alati ovozlar eshitilyapti qishlog'imizda. Assalomu alaykum hammaga. Sizlar bilan men Jo havaslamani yangi videoimdasiz. Albatta bu yerda bilasizlar, o'tgan galgi qismda Tony Stark janoblari ko'chib kelganda, o'shaning mashinasi turibdi bu yerda, qip-qizil mashina va uyi ham qip-qizil rangda. Qishlog'imizda ertalab qanaqadir stop. Bu yerga nima bo'ldi? Obbo, shu yetmay turgandi. Endi bu ishni ham janob mer menga buyuradi. Ya'ni bu yerni qaytadan to'ldirib chiq deydi. Buni kim buzib ketdi ekan? Rasvos chiqib ketgan. Bu yerga nima bo'ldi ekan? Tushunmayapman. Bu yerga qanaqangidir portlashmi, nima bo'lgan? Olov, kimdir olov qo'yib ketganmi, nima bo'lgan? Tushunmayapman. Mayli, hozir hammasini joy-joyiga joylashtirib olaman, lekin bu yerga qolgan bloklar menimcha bu yerni to'ldirishga yetmasa kerak. Qayerdandir blok zakaz qilib kelsam, menimcha keyinchalik yetib qolsa kerak. Hozir bir amallab avval tepaga chiqib olsam, mana bu naqangi joylarni to'ldirib olish kerak birinchi o'rinda, ya'ni chuqur joylarni. Xo'sh, bir amallab shunaqa chiqib olsak bo'ldi, normal. Hozir zakaz qilib kelishim kerak bloklarni, keyin esa obbo tushib ketdim. Mayli, hozir asta qaytadan chiqib olish kerak. Nimaga shunaqangi vaqtlarda omadim kelmaydi, o'zimga ham hayronman. Tony Starkning uyini ko'ryapsizlarmi? Qip-qizil. Nimaga bunaqa qizil rangda qolgan bilmayman. Stark, qayerdasiz? Menimcha qayergadir ketgan shekilli. Notebookini yo'q, kompyuterni yo'q qoldirgan ekan. Nimaga notebook deyapman, o'zim ham hayronman. Mayli. Mashinasi lekin prosta gap yo'q. Alo, assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Menga bloklar kerak, yer bloklar zakaz qilaman. Bo'ldi, yetkazib beramiz. Mayli. Tak, bo'ldi, zakaz qildim. Endi qachon kelishini esa bilmayman. Kelib qolsa kerak yaqin orada. Tak, mana bu tortni yeb o'tirishim hojat yo'q, mayli. Hozir polizdagi ishlarni qilib olaman, keyin esa boshqa ishlar ko'rsam ham bo'laveradi. Lekin hosillar anchagina terib olingan ekan, mayli, qaytadan terib olaman bir ikkitasini, ya'ni tayyor bo'lganlarni. Tayyor bo'lmaganlarini esa keyin tayyor qilaversam ham bo'laveradi. Tak, bir chekkasidan qilsam ham bo'laveradi. Jetel juda ham yoqmay ketyapti. Bor, hamma jetel keladi, polzimning atrofini qarab o'tiradi. Nimaga jetellar shunaqa, bilasizlarmi? Nimaga? Bilsanglar aytib yuboringlar kommentariyaga. Men to'g'risi umuman bularni qilayotgan ishlariga hayron qolaman. Bittasi borib uyimga qarab o'tiradi, bittasi borib polzimga qarab o'tiradi, bittasi kelib o'zimga qarab o'tiradi. Nima, odam ko'rmaganmisan desam tushunmaydi gapga, ko'rganman deydi. Bu yerda bug'doylar qoldi, mayli. Bug'doylarni keyin hal qilib o'raman. Hozir esa boshqa ishlarni hal qilib olsam bo'laveradi asta-asta. Ketmoqni kerak yo'q. Xo'sh, telefon kelyapti. Hozir telefonni bezov qilib qo'ysam ham bo'laveradi, chunki unchalik zarur emas gaplashib olishim. Qo'shnim Jetel telefon qilyapti. U telefon qilganda doim mendan qanaqadir kerakmas bo'lgan narsalarni telefon qilib so'raydi. Ya'ni Joha menga savol beradi. Ya'ni tuxum birinchi paydo bo'lganmi, tovuqmi deydi. Bu savolni menimcha sizlar ham bilmasanglar kerak, javobini bilasizlarmi? Bilsanglar albatta kommentariyaga yozinglar. Men hamma kommentariyalarni o'qib chiqaman va sizlarning javobinglarni ko'rib, to'g'ri yoki noto'g'ri ekanligini aytmayman, chunki o'zim ham bilmayman to'g'ri yoki noto'g'riligini. Endi o'qib ko'raman, balki to'g'risini aytsanglar, bahonada bilib olarman. Короче, gapni qisqasi shunaqa. O'shanga yozib qoldiraveringlar. Men baribir sizlarning fikringlarning hammasi qiziq men uchun. Endi esa tepaga chiqaman yana, keyin esa zakaz qilgan bloklarim kelgan bo'lsa, bu yerni qaytadan to'ldirib chiqaman. Lekin meni bitta savol juda ham qiynayapti. Nimaga bu yer Allo eshitaman? Bu yerga yetib keldi. Mayli, hozir boryapman. Bu yerni kim bunaqangi chuqur qilib ketganiga juda ham hayron qolyapman. Mayli. Hozir bilib olamiz kim bunaqa qilib ketgani. Mana o'sha pochtachi bratan, shu bratanni do'koniga kelgan bo'lishi kerak. Tak, ochilmayapti-ku bu. Assalomu alaykum janob. Va alaykum assalom. Olishing mumkin, zakaz edi. Mayli. Tak, bo'ldi. Qanaqadir kitobcha. Qo'llanma. Brat, kechiring, brat, qo'lim tegib ketdi, kechiring. Nima, sen meni izdivosga qilayapsanmi? Yo'q, izdivosga qilmayapman, shunchaki qo'lim tegib ketdi deyapman-ku.
Mendan ko'rasan hali. Nimani ham ko'rardim sizdan bratan. Yaxshi. Doim shu odamga teginishni yaxshi ko'raman, chunki juda ham bir g'alati xarakteri. Bu qo'llanmasi menimcha bloklarni, lekin nimaga menga bunaqa qo'llanmani berdi hayronman. Buni qayerga ishlatishim mumkin? Axir yoqib yuborishim mumkin, xolos, boshqa joyga hech qanaqa foydasi tegmaydi. Okey. Yaxshi, mana tayda bitta ochiq joy qolib ketgan ekan, o'shani ham to'ldirib yuboramiz. 18 ta blok qoldi. Menimcha bu yerga hech qancha yetmaydi. Obbo, nimaga buncha kam olib keldirganman? Ko'proq olib keltirishim kerak edi o'zi aslida. Tugab qoldi. Mayli, yana qayta zakaz qilishga to'g'ri keladi. Hozir bir amallab qayta zakaz nima deyapman? Zakaz qilishga, voy, yana tushib ketdim. Zakaz qilishga harakat qilaman, lekin nimagadir tilim sepi chiqib ketyapti va aylanib qolyapti, bilmasam. Xo'sh, hozir alo eshitaman. Tak, telefon kelmagan ekan. Nimaga meni telefonim al deyapti? Qanaqadir ovoz chiqargandi, mayli. Zakaz berib qo'yishim kerak. Tak, zakaz berib qo'ydim, bo'ldi. Endi kelguncha nimadir qilib turishim kerak, chunki zerikarli hozir hamma yoq. Menimcha boshqa qiladigan hech qanaqa ish yo'q. Qishloqda ham doim tinchlik, nimadir problemalar bo'lib turardi doim. Bu o'zi mana shu chuqur qazilib qolganini o'zi bitta katta problema-da, lekin buyurtmalarim yetib kelgan shekilli. Hozir menga SMS keldi. Mana bratan jahldan tushgan bo'lsin-da o'zi ham. Agar yana jahlda bo'lsa, bratan olib keldingizmi meni buyurtmalarimni? Ha, olib keldim. Okey, mana unda men sizga ismimni yozib berdim. Ya'ni agar meni topolmasangiz, o'sha nom bilan izlab ko'rasiz. Mayli. Tegma, nima sen meni izlasan doim. Qalay bo'lar ekan? Men doim shu bratan uraman, aytibman. Chunki buni urish juda ham qiziq. Chunki nimadir holat qiladi-da, har doim urganimdan keyin so'kmaydi-yu, lekin qanaqadir g'alati gaplar gapirib qo'yaveradi. Xo'p, mana tak 4 ta qoldi. Obbo, yetmaydi. Aytdim-ku, aniq yetmaydi. Mana bu bittani mana bu yerga qo'yib qo'yaylik, mayli, tep-tekis bo'lib tura qolsin. Xo'sh, kim bu? Qandaysan, yigitcha, zo'rmisan? Yaxshi, o'zingiz qalaysiz, bratan? Bu yer qanaqa planeta? Bu yer Qanaqa yer? mana shu oddiy yer, bu qishloq bu. Menga uy kerak. Men meteorit bilan qulab tushdim qishlog'ingga. Bu yerni meteorit portlatdimi? Xuddi shunaqa. Uravermagin, men seni nima, ukangmanmi urasan? Kechiring, bratan. No, davayt, bratan, sizga uy topish kerak bo'lsa, janob merni yoniga borasiz. O'sha janob merga aytasiz, uy topib berasiz sizga. Mayli. Sizni ismingiz nimaligini mabodo aytmaysizmi yo taxmin qilib ko'raymi-kan? Taxmin qilib ko'rmayli. Hozir to'xtang, bratan, ketib qolmang, hozir taxmin qilaman. Qanaqadir qahramon bor edi-yu, nima edi nomi? Optimus Prime degan. Bo'ldi, esladim, lekin bratda o'zi ketib qoldi. Mana bu zajgalka meteoritdan tushib qolganmi? Meteoritda kimdir sigaret chekadimi-kan? Bilmadim, menga bu yerga tashlab qo'ymang. Mana bu mashina portlab ketmasin tag'i. Keyin Tony Stark janoblari kelib menga, "Oy, Joxa, nimaga sen bunaqa qilding? Nimaga hamma yo'qni rasvosini chiqaribsan-ku" desa, tasavvur qilinglar, bu juda ham yomon narsa degani. Mayli, hozir nimadir reja o'ylab topish kerak. Lekin nima reja o'ylab topsam bo'ladi? Hozircha yotib televizor tomosha qilishdan boshqa reja yo'q. Xo'p, tak. Lekin alo, eshitaman. Jo'xa, tez yonimga yetib kel. Mayli, hozir boraman. Nima gap, janob mer? Ish bor senga, tezroq yet. Tezroq yetib kel. Mayli, hozir boraman, janob mer. Bo'pti. Tak, janob mer chaqiryapti. Mana shu jajigalkani qayergadir tashab qo'yishim kerak-da. Uyimga turgani g'alati bo'lyapti. Chunki yoqmaydi-da menga bunaqa narsalar. Janob mer har doimgidek o'zini ishxonasida turibdi, bilaman. O'shaning uchun hozir ishxonasiga borib, mana Optimus Prime janoblari galemlar bilan nimadir qilyapti. Galemlar bilan tanishyapsizmi, bratan? Galemlar bilan tanishyapman. Juda ham aqlli ekan bular. Tushunali. Assalomu alaykum, janob mer. Va alaykum. Jo'xa, qalaysan, ishlar yaxshimi? Yaxshi, o'zingiz ham yaxshimisiz? Zo'r. Mana bu Optimus Prime'ga uy kerak ekan. Bitta uy bor edi. O'shani hujjatlarini olib kelib berish kerak. Qayerdan olib kelib beraman? JTL uyidan olib kelib ber. Tushundim. Mayli, unda olib kelib berish kerak bo'lsa olib kelib beraman. Lekin qanaqa hujjatlar bo'lishi mumkin? Hujjatlar. Voy, JTL, qalaysan, yaxshimisan? Bunisi emas ekan, to'xtanglar, men adashib ketdim shekilli. Tak, qayerda ekan bu JTL?
Mana bu yerdamikan? Ha, mana bu yerda bo'lsa kerak. Shu Jitelni uyidamidi? Yo'q, buni uyida ham yo'q. Qayerda ekan bu Jitelni uyida? Ha, mana. Voy Jitel, bu qog'ozlar uyni hujjatimi? Ha, Optimus Prime'ning o'yin hujjatlari. Aha, mayli. Bo'pti, rahmat. Sog' bo'l lekin. Qara, qaysi uyligini aytmadingmi? Ha, Prime o'zi biladi. Aha, mayli. Bu hujjatlarni ham olib ketaymi? Ha, o'shalar ham senga tegishli, ya'ni Optimusga tegishli hujjatlar. Ha, bo'pti. Mayli unda sen sog' bo'l. Men esa ketdim. Mayli, sen ham bor. Aha, sen ham yaxshi bor demoqchi edi shekilli. Yaxshini yutib qo'ydi. Shu jetellarga tushunmayapman. Nimaga ikkita, uchtasi uy ustiga chiqib olyapti? Menimcha bir-biriga hasad qilib men baland, sen baland deb tortishib qolyapti. Men uyimning ustida ham bittasi yurganda. Tushib ketganmi, tushib ketmaganmi bilmayman. Janob mer, hujjatlarni olib keldim. Shu yerga qo'y. Mana hujjatlar va mana bu bittalik hujjat ham bor. Bu nimani hujjati ekanligi lekin noma'lum menga. Ha, uni o'zim bilaman. Bularni olib borib Optimusga ber. Aha, mana Optimus janoblari, bu sizning hujjatlaringiz. Ha, bo'ldi, ketaver Jo'xa. Aha, mayli janob. Mayli Jo'xa, senga kattakon rahmat. To'xtang, sizni ko'tarib olib borib uyingizga yoniga qo'ymasam bo'lmayapti. Yura olmayapsizmi deyman-a? Nimasini aytasan, charchaganman to'g'risida. Nima charchadingiz, nima ish qildingiz? Shu desang, ko'p ishlar qildim-da. Shu uy mengami? Ha, mana shu uy bemalol mana katta eshik qo'yganman, kirishingiz mumkin. Tepaga tomga bitta teshik bor ekan, uni endi bilmadim, nimadir qilasiz. Mayli, rahmat Jo'xa senga. Arzimaydi. Xo'p, bo'ldi, menimcha hammasi chotki bo'ldi. Endi esa yotib televizor tomosha qilsam ham bo'laveradi. Tak, yaxshi. Nimaga bu Jo'xa, qaravor. Ha, bratan, nima gap? Senda shakar bormi? Shakar? Ha, shakar berib tur, men shirinlik qilmoqchi edim. Ha, mayli, hozir shakar bor edi menda. Mana bratan, shirinlik qilsangiz meni ham chaqirarsiz-a? Ha, biz do'st bo'lib qolaylik, maylimi? Ha, mayli bratan, olishingiz mumkin, bemalol do'st bo'lish kerak bo'lsa bo'lamiz. Mayli Jo'xa, senga kattakon rahmat. Sog' bo'l, salomat bo'l. Mayli, siz ham sog' bo'ling. Ayting, lekin aniq shirinlik qilsangiz. Mayli, aytaman, mayli. Ha, bo'pti. Yaxshi, bratan, lekin qanaqasiga qiladi, men hayronman. Boshi daraxtga tegib ketdi-ku. Namcha katta odam bu odam emas-da, u robotmi nimadir narsa. Короче, shunaqa gaplar.